Sen bedel to'lab erishgan munosabatda izchil bedel to'lashing kerak. Sen qurbonlik berib erishgan munosabatda sen izchil qurbonlik berishing kerak. Sen yaxshichoq bo'lib erishgan munosabatingda sen izchil yaxshichoq bo'lishing kerak. Bo'lmasa, sen bu qiliqlaringni to'xtatgan kunning ertasi bu munosabating oxirlashadi. Seninki bundaq bequvul, charchab yashashingning sababi sen azaldan o'zingning qimmatingni boshqalar orqali bekitib kelgan. Bu xil holatda sen ko'zlagan o hurmat, izzatga asla erishamaysan. O muhabbatga yaqinmi kelmaysan. Sen mangu o'zingniki muhabbat qatisini ko'tarib, xalqning oldida tashna yashaysan. Azroq muhabbatingni bergin, qo'shib qolar, o'tinib qolar. Agar ta hozirga kelgicha o'zingniki tug'ilgandilikim aslidan bir qadr qimmatli inson bo'lib tug'ilganligini bilmayotgan bo'lsa, seninki qandoq odamligingni boshqalarning bahosi emas, o'zingninki o'zingga bergan bahoringning belgilaydiganligini texicha bilib bo'lmagan bo'lsa, bu azobdan aldirab qutulmaysan. Sen o'zing eng faxrlanadigan emas, balkim o'zing eng o'ch ko'radigan odamga aylanib qolsan. Agar sen turmushingdagi bu masalalarni o'zing hal qilishga qurbon yetmayotgan bo'lsan, bizning 6 oylik psixologik yetaklash darsimiz boshlanay deb qoldi. O'zingga 6 oy qalbingni tushunadigan bir vaqt berib baqqan. Balkim hayotingda sen o'ylamagan o'zgarishlarni yasab kelishing mumkin.